Afyonqarahisar shahrida ommaviy tashkilotlar munbiri tarafidan Xitoyning Uyg'urlar ustidan kishilik huquq tajovuzchilariga qarshi namoyish o'tkazildi. Juma namozidan keyin imorat jamiyati oldida Sharqiy Turkiston va Turkiya bayroqlarini ko'tarib to'plangan tashkilot a'zolari shuar sadolari ichida Olit parkgacha yurdi. Tashkilotlar munbiriga vakolatan bayonot e'lon qilgan Mas'ud Hizorji Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan zulmga to'xta deyish uchun bu yerga jam bo'lganligini bildirdi. Xitoy doiralari Tibet xalqi Dalay Lamaning yolg'onlariga ishonmasligi va Kommunist partiyaning muhimligini tonib yetishi lozim dedi. 13 dekabr e'lon qilgan bayonotda Dalay Lamaning o'tir yo'l loyihasini tashlab Tibetning to'liq mustaqilligini da'vo qilganligini ta'kidladi. Bayonotda o'tir yo'l yoki oshqun avtonomiyaning nishoni Kommunist partiyaning rahbarligini, sotsializm tuzumini, millatlar asosida yaratilgan avtonomiya tuzumini rad qilishdir deyildi. Xitoy doiralarining bu bayonotlariga qarta Hindistonda surgunda yashayotgan Dalay Lama texnik inkas qaytarmadi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika fuqarolari Tibetga erkin kirib chiqolmagan ahvolda Xitoy doiralarining Amerikaga kirishga cheklama qo'yish tashabbus qilingan qonun loyihasiga norozilik bildirdi. Bayonotchi Lukan Tibetning Xitoyning ichki ish ekanligini ta'kidlab, bu loyihaning davlatning ichki ishlariga aralashish ekanligini aytdi. Sharqiy Turkiston O'lmalar birligi hay'ati Makkada o'tkazilgan Islom birligi yig'inida qatnashdi. Tashkilot raisi Dr. Ataullah Shahyor va Avstraliyadan kelgan Abdussalom olim boshchiligidagi hay'at dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillar bilan ko'rishib, Sharqiy Turkistondagi Xitoy jazo lagerlari va boshqa bostirish siyosatlari haqida ma'lumot berdi. Shuning bilan birga, Erciyes Universiteti iqtisod va ma'muriy boshqarish fakultetining taklifi bilan leksiya so'zlashga taklif qilingan Setim Turk Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari va boshqa ahvollar haqida doklad berdi. Amerika istixborot sohasi dunyo miqyosidagi tahdidlar haqida bir doklad e'lon qildi. Dokladga asoslanganda kvant texnikasi va sun'iy aql davlat bexatarligiga yangi bir tahdid shakllantirmoqda. Tahdidlar tizimligida yadro qurollari, terrorlik, klimat o'zgarishi qatorliqlar bir qatorda tilga ilingan.